Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Amerika servisi xodim Jahongir Juma. Xudo xolasa 26-noyabr 2025-yil soat 8 da Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishi bo'yicha birinchi reysimizga xudo xolasa registratsiyamiz boshlangan. Ko'rib turganlaringizdek, xudo xolasa passajirlarimiz o'tishmoqda. Hurmatli o'rtoqlar, videolarni qo'yib boramiz. Qo'llaringizga kelgancha layklar taqingan, bosmaymiz. Har xil videolarga layk bosib tarqataverasizlar. Bunga ham aytayman, kengroq tarqatinglar. 19-noyabrdan beri misol uchun aeroportlarda tekshirish 12ta nima bo'yicha ham zakon chiqqanda, masalan 12ta Rossiyani shaharlarida tekshirish holatlari bo'ladi. Migratsiyaning sulh ochiqligi o'shaning uchun erkaklarga bo'lib kelaverasizlar. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz, qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tyapmiz. Tushunmagan narsalaringizni telefon qilib so'rasalaring ham bo'ladi. Xudo xolasa biz esa chiroyli qilaveramiz. Amerika servisi xodimlarini ko'rishda davom etingizlar. Biletlar bo'yicha faqat telefon raqamlarimizni saqlanib qilib aloqaga chiqaveringizlar.